Bismillahirrahmanirrahim. Sura Fatih. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. İnna fatahna laka fathan mubina. Allah'ның senin ilgirki ve keyinki gunohlaringni kechirishi uchun, sana bergan ne'matini mukammallashtirishi uchun, seni to'g'ri yo'lga boshlashi uchun, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. sana güçlük yardım berişi üçün, وينصرك الله نصرا عزيزا. sana biz hakikaten roşan galibi ata kıldık. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Müminlerinin imanıga iman qoşılışı üçün Allah ularning dillariga tamkinlikni tushirdi. Osmonlarning va zaminning farishtalardan, jinlardan, hayvonlardan va tabiat hodisalardan bo'lgan qo'shinlari Allohningdir. Allah xalqning ahvolini bilib turg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Müminlərinin dillariga Allah'ның təmkinlik düşürüşü, ayol müminlərni astıdın östənlar eqib turduğan, ular məngü qalıdığan cənnətlərə kirgizişi üçündür. Allah'ның ularning günahlarını keçirişi üçündür. Allah'ның dərgahida bu zor muvaffaqiyətdir. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Müminlerinin dillariga Allah'ның temkinlik düşürüşü, münafık ve münafikalarga, müşrik ve müşrikalarga azap kılış üçündür. Ular Allah'a qarıta, Allah paygamberiga ve müminlerge yardım vermeydi deydigan yaman oylarda boldu. Ular müminlerge yessun degan halokat ularning o'zlariga yetidir. Allah ularga g'azab qildi. Ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularga jahannamni tayyorladi. Jahannam nima degan yomon joy. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Osmonlarning va zaminning qo'shinlari Allohningdir. Allah g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Biz haqiqatan seni qiyomat kuni xalqqa guvohlik berguchi, mo'minlarga jannat bilan xushxabar berguchi, kofirlarni
azobdan ogohlantiruvchi qilib avatdiq. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Sizlarning Allohga va uning payg'ambariga iymon etishinglar uchun uni, ya'ni payg'ambarni ulug'lashinglar va hurmatlashinglar uchun atiganda va oqshomda tasbih etishinglar uchun biz payg'ambarni avatdiq. innallazina yubay'unaka innama yubay'una Alloha yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Şübhisiz ki, ey Muhammed, Hudaybiye'de sana Rızvan bey'etini kılganlar, haqiqatda Allah'a bey'et kılgan boludu. Allah'ın kolu, ularının kolunun üstüdüdür. Yani Allah, ularning qilgan bay'etini ko'rib turg'uchidir. Alloh ularni bay'at qilganligi uchun mukofotlaydi. Kimki ahdini buzdi ekan, ahdini buzganligining zeyni uning o'ziga bo'ladi. Alloh bilan qilgan ahdisiga vafo qilganlarga Alloh buyuk ajr ato qiladi. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Hudaybiye'ge chiqmay qilib qolgan munofiq a'robilar sana biz mollarimiz, bola chaqalarimiz bilan bo'lib qilib sen bilan chiqolmadik. Biz uchun mag'firat talab qilgin deydi. Ularning tili bilan aytqini dilidagi so'z emas. Ya'ni ular yolg'on o'zre aytadi. Aytqinki, agar Alloh sizlarga biror ziyonni yoki foydani iroda qilsa, kim sizlar uchun Allohning oldida biror narsaga dol bo'lalaydi? Ya'ni kim sizlardan Allohning xohishi va qazosini to'siya oladi? Undaq emas. Ya'ni ish sizlar o'ylagandek emas. Allah sizlarning qilmishinglardan to'liq xabardordir. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Belki sizlar payg'ambar va mo'minlar oilasiga mangu qaytmaydi deb gumon qildinglar. Bu gumrohlik dillaringlarda chiroyli to'yildi. Sizlar yomon gumonda, ya'ni ular o'ltirilib birimiz saq qaytmaydi deydigan o'yda bo'ldinglar. Sizlar halok bo'lguchi qavm bo'ldinglar. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Kimki Allohga va uning payg'ambariga ishonmaydigan, u kofirdir. Shubhisizki, biz kofirlarga do'zaxni tayyorladik. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir.
Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Hudaybiyaga chiqmay qelib qolganlar, g'animat erish uchun chiqqan vaqtinglarda bizmi sizlar bilan chiqayli deydi. Ular Allohning Xaybar g'animatini Hudaybiyaga chiqqanlarga xos qilganlikdan iborat so'zini o'zgartmoqchi bo'ladi. Ularga aytdimki, biz bilan chiqishinglarga hargiz bo'lmaydi. Allah ilgari mushundoq degan. Ular undoq emas. Ya'ni Allah undoq demagan. Sizlar bizga hasad qilyapsizlar deydi. Undoq emas. Ular Allohning kalomini faqat yuzagini tushunadi. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Hudaybiyaga chiqmay qelib qolgan a'robilarga sizlar jangovar bir qavm bilan urushga chaqirilisizlar yoki ular urushsizla musulmon bo'ladi. Ular bilan urushmaysizlar. Agar sizlar buyruqqa bo'ysunsanglar, Allah sizlarga chiroyli ajr ato qiladi. Agar sizlar ilgari qelib qolgandek, ya'ni qelib qolsanglar, Allah sizlarga qattiq azob qiladi degan. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Jihadga chiqmasa amaga gunoh bo'lmaydi. To'kurg'imu gunoh bo'lmaydi. Kesalgimi gunoh bo'lmaydi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga itoat qiladi ekan, uni Alloh ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Kimki o'zrisiz jihoddan bosh tortadi ekan, Alloh uni dunyoda xo'rlik bilan, oxiratda o't bilan qattiq azoblaydi. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah müminlerden hakikaten razı boldu. Ey Muhammed, öz vaqtida ular Hudaybiyada daraxt soyisi ostida sana bay'at qildi. Allah ularning dilidikini, ya'ni rostlik bilan vafoni bildi. Allah ularga ular bay'at qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'alaba, ya'ni Xaybarning fathi qilinishi bilan ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Allah sizlar oladigan nurg'un g'animatlarni sizlarga va'da qildi. Buni, ya'ni Xaybarning g'animatini hammadan burun ato qildi. Sizlarni dushmanlarning qo'l selishidan saqladi. G'animatlar Makkaning fathi qilinishi, Masjidi Haramga kirish mo'minlarga nishon bo'lib qelishi uchun va sizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Alloh shundoq qildi. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Allah yana o'z kuchinglar bilan qo'lga keltirolmaydigan, Allah uning sizlarga muyassar bo'ladiganligini to'liq bilgan bir g'animat, ya'ni Makkaning fathi qilinishini sizlarga muyassar qildi. Allah har narsaga qodirdir. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Agar kofirlar sizlar bilan Hudaybiyada urushsa, albatta orqasiga qarab qochadi. Ondan o'zlariga hech ega va yordamchi topolmaydi. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Bu, ya'ni kofirlarni mag'lub qilish, mo'minlarni g'alaba qildirish Allohning ilgiridan tortib tutib kelayotgan yo'lidir. Allohning yo'lida hech qanday o'zgarish topolmaysan. Ya'ni Allohning tutgan yo'li o'zgarmaydi. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Allah ularni sizlarga qo'l selishdan to'sdi hamda ular ustidan g'alaba qilganinglardan keyin Makkaning ichida, ya'ni Hudaybiyada sizlarni ularga qo'l selishinglardan to'sdi. Allah qiladigan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Ular kafir bo'ldi. Sizlarni Masjidi Haramdan va tutib turilgan qurbonlikning o'z joyiga yetishidan to'sdi. Makkada sizlar bilmaydigan ayol mo'minlar bo'lib, sizlar bilmasdan ularni o'ldirib qo'yish bilan gunohga giribtor bo'lishinglarning xavfi bo'lmasa edi. Albatta, Alloh Makkaga kirishinglarga ruxsat qiladi va sizlarni kofirlarga musallat qiladi. Alloh xohlagan odamni rahmati doirasiga kirgizish uchun sizlarni Makkani fathi qilishdan to'sdi. Agar ular ayrilsa, ya'ni mo'minlar kofirlardan ayrilsa, ularning orasidagi kofirlarni qattiq azob bilan azoblaydi.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Kafirlar qiziqqonligini, jahiliyat davrining qiziqqonligini dillariga pukkan chog'da Alloh payg'ambariga va mo'minlarga tamkinlikni tushirdi. Ularga taqvo kalimasini, ya'ni kalima tavhidni ixtiyor qildi. Mo'minlar taqvo kalimasiga eng loyiq edi va uning ahli edi. Alloh har narsani bilguchidir. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Allah payg'ambariga haq ravishda haqiqiy rost tush ko'rsatdi. Ey Muhammad, sen va sahobilaring Xudo xolisa dushmandan amin bo'lgan. Ba'zilaringlar boshlaringlarni tushirgan va ba'zilaringlar qirqigan holda qo'rqmay cho'qim masjidi haramga kirsilar. Allah sulhdiki sizlar bilmaydigan foydani biladi. Allah buningdan burun sizlarga yaqin bir g'alibini, ya'ni Xaybarning fathisini muyassar qildi. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Allah haq dinni bütün dillardan üstün qilish uchun payg'ambarini hidoyat bilan va haq din bilan avatdi. Muhammad alayhissalomning Allohning payg'ambari ekanligiga guvohlik berishga Alloh yetarlikdir. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad Allah'ның rasulidir. Onun bilan birga bo'lgan mo'minlar kuffarlarga qattiqdir. Öz ara köyümçandır. Ularni ruku qilgan, sajda qilgan holda ko'rasan. Ular Allah'ның fazlini va roziligini tilaydi. Ularning yuzlarida sajdaning asridan nishonlar bor. Ani shu ularning Tavrotdagi sifatidir. Ularning Injildagi sifati bo'lsa, ular shox chiqargan, kuchlanib cho'ngaygan, ondan o'z qo'li bilan o'ri turgan, boluqliqi va ko'rkam ko'rinishi bilan dehqonlarni mamnun qilgan bir ziroatga o'xshaydi. Mo'minlarni mundoq ziroatga o'xshatish kuffarlarni xop qilish uchundir. Alloh ularning ichidan
iymon aytgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta ajr va'da qildi.